Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Sizlar bilan men Solih Manbiladi. Bugun sizlar bilan vakansiya serverini tahlil qilamiz va unga birorta baho beramiz. Undan 10 gacha. 10dan 10 gacha. Xullas, buning IP'sini sizlar o'ynamoqchi bo'lsanglar, bu adresini aytamiz mana. vakansiya uz deb yozasizlar nuqtasigacha. Hop, bu serverda survival, anarxiya, box paper, bedwars hammasi bor. Eng zo'r serverlardan biri albatta shu bilan. Mastexga raqibdosh ham shu. Chunki bu serverda ancha qulayliklar paydo bo'lgan. Hop, biz birinchi kirib olamiz. Hop, kirib oldik. Mana vakansiyaga mana biroz ketyapti va biz vakansiyani tahlil qilamiz birdan 10 gacha. Va qo'tyapti, bu degani vaqt to'xtadi degan. Vaqt to'xtadi degani biz vaqtlar aro sayohat qilishimiz mumkin degani. Bu joyimizga tushib qoldik. Hop. Qani bir tahlil qilamiz. Boshidan masalan eng boshidagi bu Vamblok. Buni deyarli hamma ham biladi. Bu bitta blokdan kuchayish degani. Mana masalan mana bunday kuchayib qasbiri qo'yamiz. Ular shunaqa platforma qiladi. Xullas kuchayamiz. Agar YouTube'ga Vamblok desiz, qanday kuchayish sirlarini o'zlari Minecraftda o'zlari ko'rsatishar, video ko'rsatishgan bo'ladi. Xullas, bunda bilasizlar ekan, yaxshi biladi ko'p ham, shuning uchun yana bir sizlarga bu kimada hozir bedwars, bu yerda bedwars bor edi, to'g'rimi? Yoki anarxiya. Xullas, ana ishlab ketdi. Bu yerda bedwars bor. Unda odam yo'q ekan, odam kutishi iloji yo'q endi. Odam kutmasdan sekingina anarxiyaga chopaveramiz. Bedwars zo'r, faqat odam kelganda ko'raverasiz. Biz mana biz nimadamiz? Anarxiyadamiz. Anarxiyada mana shunday shaxtalarda kuchayish kerak bo'ladi va kuchayib xohlagandek varplarga borib urishib ham kuchaysiz bo'ladi. Dana shahar do'stimiz negadir ona deyapti. Nimagaligini xullas mana top xotinlar Yigitali. Oldingi vaytda bu Yigitali degan odam bo'lmagan. Nega bunday bu kuchayib ketdi bilmayman. Hop, mini bu meni do'stim. Mana bu Lattabek ham Lattabek o'zi Latta emas, lekin ismi Lattabek. Dahu Avis NC. Lekin u haqiqiy emas. U yolg'onchi. Hop, Cleo tanlayman. Drink 11 va Hollandki ko'p o'yinchilar bor. Mana top bo'lar bo'yicha Killer o'zi turibdi. Killer o'zi bu mening do'stim bo'ladi. Lekin qanday bo'yicha bu ketdi? Endi meni ko'rganadi. Sonika bu o'yinchi qiz. Yo'q qiz. Mana Black Edit yaxshi do'st degan odam bor, lekin ular ishonmaydi, yaxshi do'st emas. U Crystal Gamer, u cho'tki odam. Kimga o'zi bu? Kimga nima bo'ldi? Qanday buncha yetib ketdi? Kimga o'zi bu? 5-o'ringa ketdi. Bu to'kani qanday ishlab hayronman, meni bilmayapti. Hop, bunlar eng ko'p o'ynagan odamlar. Mana bu odam necha? Bir soat ekan. Xullas, mana eng ko'p Drink 11 eng ko'p o'ynagan ekan. Endi biz vaqtlarga sayohat qilamiz. Bu yerda 3 xil vaqt bor. Birinchisi oddiylar, ikkinchisi vardonli eng kuchli vaqtlardan biri. Mana bu oddiy vaqtda tanlaqlar bo'ladi. Buni olib kuchaysangiz bo'ladi. Xullas, endi var ko'p
kristallik emas, bu vardiniy pulpi va shikshli pulpi. Uni tasavvur ham qilamiz. Bechora vardan yo'llashi undirib tashlaydi shekilli. Chunki oldiga bo'lmagan ishlikni tashlab pulpi chesligim. Kirib turib, narsalarni qo'llanamiz. Masalan, bu kerak, dekoratsiya. Bu kerak bo'ladi, bu kerak bo'ladi, bu kerak bo'ladi. Bu kerak. Bu ham kerak. Qani vaqt. Tan. Va qoch. Shuni olamiz, narsalar olamiz. Qoch. Qo'rni bilmasa bo'ldi, qo'rni bilan urmasa bo'ldi. Qoch. Bizlar qamaldi degan. Qo'rni bilan urmang. İşte vardı. Mana narsalar oldu. Bu tarafga. Buni eng kerakli bo'ladigan narsa. Masalan, 3 ta ham birorta odamni yuziga qarab qilsangiz ham bo'ladi. Vaholanki ko'p narsani qilsangiz bo'ladi. Va ko'chakanda ham mahim ko'rsangiz, siz icheriga kirolmaydi odam. O'ldi. Yo'q. Xullas, mana bu nima degan tushunib oldingiz. Mana bitta magazin. Xullas, bu yerda juda ham ko'p qulayliklar bor. Hop, biz endi keyingiga o'tamiz. Survival. Bu survival eng yaxshi kuchayishlarda kuchayish mumkin bo'lgan serial. Bunda men masalan mana bu darajaga erishganman. Do'stlarim. Wow dedim. Araga qo'shilmagan, chunki bu mening do'stim qani? Do'stlarim qishda tug'ilgan qishloqqa. Olmalar, muzliklar. Yoshlarni bu ulardan biri bilan. Hop, xullas survivalni ko'rdik. Hozir men ispak. O'zini bitta ham xuddi nimaga o'xshagan, anaqiga o'xshagan. Qiradigan joy, pul ishlaydigan joy va yurishadigan joylar bor. Buni kirib kuchaysizlar bo'ladi. Bundan shu imkoniyatlar katta. Va men narigisiga o'tdim, chunki vaqtimiz oz. Hop. Pam. Box papan. Juda ham kuchayish qiyin. Judayam qiyin. Va bunda kuchaygan odamni ko'rsangiz o'zingiz hayron qolasiz. Nima kuch? Qancha bu yerda bepul sizga narsa sovg'a qilishadi. Buni olish uchun mana bunday so'zlar yozish kerak. Daily deb turib daily kartini olasiz va daily kartadan shulkerga bosingiz va sovg'a beradi. Aytib qo'yay, bu serial faqatgina kompyuterda o'ynash uchun xolos. Chunki telefonda kirib bo'lmaydi. Yana bilmadim. Hop, oltin o'ynam. Hech qachon oltin o'ynam yo'qmi? Yo'q, o'zimga qolsin. Hop. Biz bu yerda kuchaymaganmiz, shuning uchun biz bu yerda kuchaymaganmiz uchun biz nutmiz. Hop, do'stlar, men sizlarga hamma serial, bu serialdagi hamma nimalarni tushuntirib berdim. Siz mana shu serialga kirib meni uchratishingiz mumkin. Lekin men bilsam albatta, men ko'p bilaman bu serialda. Oldinlari bilardim, hozir sizlar bilsangiz bilaman. Hop, kiring bu serverga, aytini yozing va men bilan do'stlashib, jamoa quring va kuchaying. Hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan sog'liqman bo'ladi. Like bosib obuna bo'linglar, chunki biz 10 mingta bo'lishimiz kerak edi.